Hammaga assalomu alaykum. Kuningiz xayrli va barakali bo'lsin. Men Chinozor filialiga keldim. Hozir kirib darslarni beramiz. Bugun darsga vaqtli keldim. Qolgan qizlar hali kelmabdi. Nechta qiz? 10-15 ta qiz kelibdi vaqtli. Anaqa praktika yana kecha o'rgatgan usullarimni hozir yonimda qilishyapti, ko'ryapman. Mana o'sha bitta xatolarini topganman. Bo'ldi 30 gacha sana, men bir 50 gacha sana bordim. Bu yoq tarafdan tortamiz. Kattalar detskiy massajdan ham o'tib qo'yganman. Kattalar massajiga keldik. O'shani qo'lidan o'sha qildirmanman hozir. Shart turish kerak mana. Agar buni shu xo'yini to'g'ri qilmasanglar, bo'ldi, massajga o'xshamaydi. O'zinglarni qiynaysizlar, o'xshaydi, no kuch berasizlar, 2 baravar. O'sha hozir massajga, unaqa kattalar massajga kuch beradigan payt emas. O'sha zo'r kuch bermasdan ham cho'tka qilib bera olasiz. Shu qo'ydan shart turish kerak mana. Agar buni shu xo'yini to'g'ri qilmasanglar, bo'ldi, massajga o'xshamaydi. O'zinglarni qiynaysizlar, o'xshaydi, no kuch berasizlar, 2 baravar. O'sha hozir massajga, unaqa kattalar massajga kuch beradigan payt emas. O'sha zo'r kuch bermasdan ham cho'tka qilib bera olasiz. Shu qo'ydan Chunki tortib yordim. Bu giperlardoz. Mana shu qornini oldinga chiqarayotibdi. Mana shu diafragmaga polni to'liq kirib berishingiz. Qorinni shiramiz. Chiqaramiz. Chiqaring. Chiqarganda kirib olasiz. Shart turasiz. Bizda hozir kechagi darslarni may oyini 24-siz boshlagan may oyi qizlar ancha shustri, harakatchan qizlar, xudo xolasa hamma zo'r massaj chiqadi. Kelib turib, praktika qilib bir-birligida qilishyapti. Mana natijaligi zo'r. Уже ancha qo'llik kelishib qoldi. Hali dars o'shaning bir hafta ham bo'lmadi. Qizlar, dars boshlanyapti. Ketamiz oxirgi odam bo'ldi, 10:30 bo'ldi.